Salom do'stlar, bugun butun dunyoni, tizimlarni va insonlar hayotini tubdan o'zgartirib yuborayotgan sun'iy intellekt haqida gaplashamiz. U qayerdan paydo bo'lgan, nima uchun bu dunyoda mavjud va qayerga qarab ketyapti degan savollarni batafsil ko'rib chiqamiz. Sun'iy intellekt nimadan boshlangan? Birinchi sun'iy intellekt tushunchasi 1965-yilda birinchi marta tilga olingan, ya'ni Dortmund konferensiyasida va o'sha vaqtlardan boshlab olimlar kompyuterlarni insonlarning miyasi kabi o'ylaydigan darajaga olib kelish uchun harakatni boshlashgan. Bu avvaliga odatiy matematik modellar edi va mantiqiy amallarni bajarish uchun xizmat qilardi. Lekin vaqt o'tgan sari kompyuterlar kuchaydi, prosessorlar ko'proq ishlarni bajaradigan bo'ldi va eng asosiysi ma'lumotlar ko'paydi. Va bularni barchasini birgalikda obrazotga, ya'ni qayta ishlash uchun machine learning, ya'ni mashina o'rganish tizimi joriy qilindi. Bugungi kunda AIlarni qo'shtirnoq ichida o'zini o'zi o'rgatuvchi dasturlar deb hisoblasak bo'ladi. Unga millionlab, balki trillionlab ma'lumotlar beriladi. Bular rasmlar, matnlar, videolar va boshqalar bo'lishi mumkin. Va bu ma'lumotlarga asoslangan holatda AIlar o'zlari mustaqil qaror qabul qiladi. Bu qarorlar aynan neyron tarmoqlar asosida vujudga keladi. Ya'ni xuddi inson miyasi qanday tuzilgan bo'lsa, sun'iy intellekt ham aynan inson miyasining bu protsessingdagi, ya'ni dasturiy ta'minotdagi ko'rinishi deb hisoblasak bo'ladi. Ya'ni juda ham ko'p neyronlar bir-biriga signal berish hisobiga aynan eng oxirgi qaror vujudga keladi. Deyarli har kuni siz, men va hammamiz sun'iy intellekt asosida ishlaydigan loyihalardan, mahsulotlardan foydalanamiz. O'zimiz bilamiz yoki bilmaymiz. Oddiy misol, siz biror joyga lokatsiya o'rganingizda Yandex karta yoki Google karta aynan yo'lni sun'iy intellekt, machine learning bo'yicha hisoblab sizga ko'rsatadi. Keyingisini Face ID deyishimiz mumkin. Oddiy misol, siz ishlatadigan MyGovga kirishingiz uchun yuzingizni skanerdan qilasiz, soliq yoki istalgan shaxsiy ID bilan kirishingiz kerak bo'lgan joylarga yuzingizni skanerlab kirasiz. Aynan u ham sun'iy intellekt, machine learning bilan ishlaydi. Hammamiz o'rganib borayotgan ChatGPT yoki Alisa. Bizga gapiramiz, u bizni tushunadi. Tasavvur qiling, kompyuter bizni tushunyapti va bizga javob beryapti. Aynan sun'iy intellekt bo'yicha bu ikkalasi eng kuchli mahsulotlardan biri hisoblanadi. Yoki har kuni biz ishlatadigan YouTube yoki Yandex Muzika va boshqalari aynan bizni qiziqishlarimizni o'rganib boradi. Ya'ni biz qaysidir qo'shiqni oxirigacha eshitamiz, qaysidir qo'shiqni 2 marta eshitamiz, qaysidir qo'shiqni esa 10 sekunddan keyin o'tkazib yuboramiz. Aynan bu amallarni o'rganib boraveradi va yig'ilgan ma'lumotlardan bizga nima yoqishi va nima yoqmasligi bazasi shakllanadi va aynan keyingi qo'shiqni shu bazaga asoslanib bizga tavsiya qiladi. Nima uchun sun'iy intellekt bugungi kunda juda ham muhim? Chunki u vaqtni tejaydi, xatolarni kamaytiradi va insonlarga yordam beradi. Agar biz inson sifatida bitta qarorga kelishimiz 4, 5, 6 soat oladigan bo'lsa, sun'iy intellektda bu soniyalar yetarli kifoya qiladi. Bir asr oldingiga qaraganda biz hozir xat yozish o'rniga ovozli xabar yozyapmiz. Hattoki matn emas, ovozli xabar. Va qog'oz xaritalar o'rnida biz Yandex elektron navigatorlarni ishlatyapmiz. Ya'ni xuddi shunaqa hali buyog'iga yana bir asr o'tar o'tmas sun'iy intellekt bizning eng asosiy ishlatadigan narsamizga aylanadi. Sun'iy intellektni qayerlarda qo'llash mumkin? Keling ko'rib chiqamiz. Birinchisi marketingda. Ya'ni siz mijozlaringizni portretini, ularning harakatlarini analiz qilib, ularga eng mos reklamani va ularga eng mos taklifni berishingiz mumkin. Masalan, sizning mijozlaringizning eng aktivlari, eng baland chekda oladiganlari ayollar va ularning 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan qismi deb hisoblaydigan bo'lsak, sun'iy intellekt sizga aynan bu narsani aniqlab berishga yordam beradi va aynan bu qism uchun siz uchun eng yaxshi taklif, eng yaxshi reklamani yaratib berishi mumkin bo'ladi. Ikkinchisi tibbiyotda. Hozirgi kunda tibbiyot sohasida sun'iy intellektlar juda ham katta investitsiyalar olishyapti va juda ham bozor uchun muhim. Qanday ishlatish mumkin deydigan bo'lsak, oddiy misol, o'sha UZI rentgenlarni analiz qilish mumkin, ya'ni tasvirlarini. Tibbiyotdagi sun'iy intellekt istalgan doktor uchun yordamchi bo'la oladi, ya'ni UZI va rentgen tasvirlarini u analiz qilib, doktor uchun birlamchi diagnozlarni chiqarib bera oladi. Uchinchisi qurilishda deyishimiz mumkin. Qurilishdagi o'sha yuklash, kamchiliklar, qurilishdagi qiyshiqliklar va barchasini aniqlash mumkin. Bundan tashqari, kameralar orqali ishchilarning xavfsizlik talablariga rioya qilyaptimi, yo'qmi
real vaqtda kuzatish va aniqlash mumkin bo'ladi. 4-sini moliyada deyishimiz mumkin. Bu o'sha aldanishlarni oldini olish, kredit layoqatlikni hisoblash, ya'ni scoring modellarini qurish bo'lishi mumkin. 5-si esa ta'limni olishimiz mumkin. Ta'limda bu o'sha shaxsiylashtirilgan darslar yoki har bir o'quvchi uchun alohida sun'iy intellektli mentor va o'qituvchi bo'lishi mumkin. Va bundan tashqari o'sha vazifalarni tekshirish, baholarni avtomatik qo'yish, reytingni baholash va boshqalar sun'iy intellekt yordamida qilish mumkin bo'ladi. Keling, hozir butun dunyoga o'zini tanitib bo'lgan, o'zini oqlagan va juda ham ko'p insonlarga yordamchiga aylanib bo'lgan sun'iy intellekt mahsulotlarini, ya'ni produktlarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu ChatGPT. OpenAI tomonidan yaratilgan ushbu sun'iy intellekt chatbot butun dunyoda va butun sun'iy intellekt bozorida inqilob qila oldi. U juda ham ko'p milliardlab, trillionlab ma'lumotlarga asoslangan bazaga ega bo'lib, inson bilan gaplasha oladi. Va bu inqilobning asosiy sababi nimadaki? U kompyuter va insonni bog'lay oldi. Shu uchun bu sun'iy intellekt bozoridagi inqilob deb hisoblashimiz mumkin. U bizga hozir istalgan jabhada bizga yordam bera oladi. Tarjima qilish kerakmi? Bemalol. Matn yozish kerakmi? Bemalol. Rasm yaratish kerakmi? Bemalol. Vazifamizni bajarish kerakmi? Bemalol. Ya'ni istalgan narsani qila oladi. Chunki unda eng katta ma'lumotlar bazasi mavjud. Hozirgi kunda ChatGPTdan millionlab insonlar foydalanyapti. O'zligi uchun hamma ishni qildirishyapti. Kimdir maqola yozdiryapti, kimdir kod yozdiryapti, kimdir prosta ideyasini aytyapti-da, ideyani iteratsiya qildirib, real mahsulotgacha aylantirib qo'yapti. Oddiy misol, bitta tadbirkor ChatGPT yordamida yosh bolalar uchun hikoyalar yozdirdi. Uni Midjourneyda hozir keyingisida ko'rib chiqamiz. Midjourney orqali u uchun rasmlar, tasvirlar yaratdi va u ikkalasini birlashtirdida Amazonda sotib yaxshigina daromad qilib oldi. Oddiy keyslardan bittasi. Midjourney, ya'ni matningizdan sizga tasvir, rasm yaratib beradigan sun'iy intellekt. Aynan ChatGPT paydo bo'lganidan so'ng, ya'ni ChatGPT inson va kompyuterni bir-biriga bog'lay oldi deganimdaqa, u matnlar bilan ishlardi. Va bundan keyin mana ikkinchi qatlam, ikkinchi inqilob paydo bo'lishni boshladi. Bu matndan rasm, tasvir yaratish. Va Midjourney bularning birinchilaridan biri. Buning asosiy afzalligi shundan iboratki, siz miyangizga kelgan istalgan g'oyani shunchaki aytsangiz sizga rasmini yaratib beradi. Oddiy misol, sohil bo'yida quyosh botishi vaqtida kitob o'qib o'tirgan bir kichik oilani, baxtli oilani chizib ber deyishingiz o'zi yetarli. Sizga aynan xuddi shu rasmni 10 soniyada chiqazib bera oladi. Bu Midjourney dizaynerlar uchun revolyutsiya bo'lib bera oldi. Ya'ni endi logotiplar, har xil mockuplar, har xil konseptlar shunchaki Midjourneyda 15 soniyada ishlab chiqarilyapti. Ustidan dizaynerlar o'z mehnatini singdirishyapti. Deyarli dizaynerlar ish unumdorligini 50% dan oshiqroqqa oshirib beryapti. Real case'lardan oladigan bo'lsak, Midjourneyda global bozorda, asosan Hindiston tomonlarida shunaqa insonlar bor. Midjourneydan telefon uchun wallpaperlar, ya'ni telefon ekrani uchun rasmlar yaratib, u narsani internetga tarqatyapti. Ularni ilova qilib App Store, Play Marketda sotishyapti. Va o'zim juda ham ko'pini ko'ryapman va o'zim kechagina aynan xuddi shunaqa wallpaperlardan birini telefonimga o'rnatdim. Keyingisi Nano Banana. Bu Google'ning rasmlar yaratuvchi sun'iy intellektlar bozoridagi ikkinchi revolyutsiyasi bo'lib, u shunchaki matndan rasm yaratish emas, matn orqali rasmni o'zgartirish, tahrirlash imkoniyatini ham beradi. Ya'ni siz matn orqali rasmdagi istalgan obyektni o'chirishingiz, istalgan obyektni yaratishingiz, istalgan obyektning qolgan davomini chizib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Shunchaki matn orqali. Ya'ni BMW turibdi, siz aytasiz, BMWning rangini o'zgartir deyishingiz mumkin. Sizga o'sha siz aytgan rangga o'zgartirib beradi. Va asosiysi Nano Banana boshqa rasmli sun'iy intellektlardan farqli ravishda u kontekstni tushuna oladi. Ya'ni butun tarixni biladi. Ya'ni siz BMWni yaratgansiz, o'sha BMWni tushunadi. Endi xuddi shu rangda Mercedes qilib bersangiz, aynan eski ranglarni eslab qoladi va aynan BMW rangidagi Mercedesni yaratadi. Nima uchun Nano Bananani videolar yaratishda eng yaxshisi deb hisoblashimizga sabab u aynan kontekstni tushunishidadir. Ya'ni siz bitta video yaratishingiz uchun bitta xarakterni, ya'ni bitta qahramonni sizga bir nechta holati kerak bo'ladi. Oldiga qaragan, orqaga qaragan va har xil holatlari kerak bo'ladi. Aynan Nano Banana sizda kontekstni eslab qolgani uchun siz bitta inson yaratadigan bo'lsangiz, qahramonni, u qahramonni har xil holatda o'sha yuzini saqlab qoladi. Ya'ni har gal rasm yaratganingizda qahramonning rasmini o'zgartirib yubormaydi. Shu uchun sizda kadringizda, ya'ni yaratadigan videoyingizda bitta qahramon aylanishi uchun Google Nano Banana eng zo'ri hozirgi kunda. Va keyingisi Google Veo.
Ya'ni biz ko'rib kelyapmiz, tekstlar bilan ishlaydigan ChatGPT bor edi, rasmlar bilan ishlaydigan Midjourney va Google Nano Banana bor edi va bu Google Veo esa bu videolar bilan ishlaydigan sun'iy intellekt. Ya'ni siz shunchaki matn berasiz, sizga 5 sekundlik, 8 sekundlik hozirgi kunda video kadr beradi. Real va hattoki ovozi bilan. Ya'ni siz 8 sekund ichida promptingizda nimadir mana bu qahramon gapirdi deb uning gapini yozadigan bo'lsangiz, o'sha qahramon personajiga xos ovoz bilan gapiradi. Shunaqa qilib siz shunchaki bitta mana shunaqa joyda o'tirib, kompyuteringizni ochib siz kinolar yaratishingiz mumkin. Hattoki dunyo bozoriga qaraydigan bo'lsak, juda ham ko'p blogerlar oldingidaqa 8 soat, 10 soatlab video olib montaj qilishdan voz ketishdi. Shunchaki o'sha AI da video yaratib, YouTube ga joylab yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarga joylab o'zini blogini yuritishyapti. Va videoning eng qiyin va eng qiziq qismi. Sun'iy intellekt rivojlangani sari butun dunyo bir-biriga qarshi paradoksga kelyapti. Ya'ni bir tomon sun'iy intellektni rivojlanishini xohlashyapti, ikkinchi tomon esa sun'iy intellekt rivojlangani sari insonlar ishsiz qolib ketadi degan fikrni ilgari surishyapti. Nima deb o'ylaysiz? Sun'iy intellekt rivojlansa, ko'pchilik ishsiz qolib ketishi mumkinmi? Meni fikrimcha, yo'q. Lekin bitta asosiy no bor. Aynan sun'iy intellektni ishlatishni biladiganlar sun'iy intellektni ishlatishni bilmaydiganlarni o'rnini egallaydi. Shunaqa ekan, aynan bugungi kundan, ya'ni hozirdan sun'iy intellektni o'rganishni boshlagan inson keyingi 3, 5, 10 20, 50 yillikda aynan raqobatli inson bo'la oladi. Ya'ni sun'iy intellekt bilan emas, aynan boshqa o'ziga o'xshagan insonlar bilan raqobatlashadi. Qanday qilib AI ni o'rganishni boshlash mumkin? Keling bu narsani qisqagina oson qilib yoritib beramiz. Buni 3 ta qismga bo'lib olamiz. Birinchisi asosiy tushunchalar, ya'ni fundamentallar. Bu neyrotarmoq, NLP, data, promptlar va boshqalar bo'lishi mumkin. Ikkinchisi qo'llash sohalari. Bu o'sha istalgan yo'nalish bo'lishi mumkin, sizga kerakli yoki sizning yo'nalishingizdagi marketing, tibbiyot, biznes, IT va boshqalar bo'lishi mumkin. Va uchinchisi amaliyotda qo'llash. Bu o'sha ChatGPT, Midjourney, Google Nano Banana, Veo, Excel, Notion va boshqalarni aynan amaliyotda tepadagi ikkita narsa bo'yicha o'zingiz sohangizda va tushunchalaringiz bilan birga ishlatib ko'rish, qo'llab ko'rish bo'ladi. Aynan bularni o'rganish uchun video darslar, maxsus kurslar va sizga hattoki TikTok foydali bo'lishi mumkin bo'ladi. Bizda esa AI bo'yicha kurs bor. Aynan yuqorida ko'rib chiqqan eng mashhur sun'iy intellektlar va boshqa qo'shimcha sun'iy intellektlarni biz real hayotda qanday qilib ishlatish, qanday qilib undan daromad qilish yoki aynan o'zimizning yo'nalishimizda yanada kuchliroq bo'lish uchun moslangan, real hayotdan olingan holatda tayyorlaganmiz. Agar sizga internetdan, u yoqdan bu yoqdan juda ham ko'p joylardan har xil ma'lumotlarni olishdan ko'ra bitta kompleks joyda o'rganish qiziq bo'ladigan bo'lsa, aynan pastdagi havolalarni bosishingiz mumkin bo'ladi. Xulosa qilib videoni yakunlaydigan bo'lsak, AI bu kelajak emas. Bu hozirgi kun. Agar siz bugun u narsani o'rgansangiz, ertaga eng yaxshi mutaxassislardan biriga aylanishingiz mumkin. Chunki sizning bilimingiz va sun'iy intellekt ikkalasi birlashgan holatda juda ham zo'r sinergiya hosil qilishi mumkin bo'ladi. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va izohlarda savollaringizni yozib qoldiring. Biz aktiv javob berishga harakat qilamiz. Omon bo'ling.